boshlaymiz. Kayfiyatlarimiz yaxshimi? Barakalla. Darsimizni yaxshi kayfiyatda boshlaymiz bolajonlar. Darsimizni boshlashdan avval bugungi navbatchilarimiz hisobotini tinglab olamiz. Bugun Abdullayev Xayrullaboy va Turg'unov Mustafa navbatchi. Bugungi sana 16-may. Hozirgi darsimiz matematika. Hamma darsga tayyor. Barakalla. Bolajonlar, hammamiz darsga tayyor ekanmiz. Demak, darsimizni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan avval biz qayerda yashaymiz bolajonlar? O'zbekistonda. Vatanimizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Albatta, chunki vatanimiz bizning kindik qonimiz to'kilgan tuproq, jonajon O'zbekistonimiz. Qani bolalar, menga aytinglar-chi, vatanimiz haqida qanday ma'lumotlarga egasiz? Vatanimiz haqida nimalarni bilasiz? Qani Abdunabiyev? O'zbekistonning umumiy maydoni 448.978 km²ga teng. Barakalla. Yana qanday ma'lumotlar bilamiz? Mo'minjonlar? Hozirda mamlakatimizning umumiy aholisi soni 37 milliondan ortiq. Barakalla. Yana kimlar biladi? Ibrohimov? O'zbekiston Respublikasi hududi 12 ta viloyat, Toshkent shahari va Qoraqalpog'iston Respublikasidan iborat. Barakalla. Vatanimizni madh etuvchi she'rlardan ham bilamiz. She'rlarni o'qiganmizmi? Qani Vohidova? Vatanim, men senga jon fido aylab, issiq quchog'imda bir umr qolsam, maqsadim tog' o'rmon daryolaringni shu kichik qalbimga sig'dira olsam. Barakalla. Yana kimlar she'r yodlagan? Qani Nosirov? Moviy oq u yashil rang, O'zbekiston bayrog'i ko'zni oladi qarang, hilpirab turgan chog'i. Barakalla. Barakalla bolajonlar. Mana darsimizni vatanimizni madh etuvchi she'rlar bilan boshlab bordik. Bolajonlar, ertaklarni yaxshi ko'ramizmi? Albatta, biz ilk ertaklarni onajonlarimizdan eshitganmiz. Qani menga aytinglar-chi, ertaklar qanday turlarga bo'linadi? Necha turga bo'linadi o'zi? Sardorbek? Adabiy ertak, xalq ertak. Xalq ertaklari. Demak, ertaklar ikki turga bo'linar ekan. Adabiy ertaklar deb qanday ertaklarga aytiladi? Adabiy ertak qani Allamboy? Adabiy ertaklar muallifi bo'lgan ertaklar deb ataladi. Barakalla. Xalq ertaklari-chi? Qurbonaliyev? Xalq ertaklari og'izdan og'izga o'tib kelayotgan ertaklar. Xalq ertaklarining mualliflari bo'ladimi? Yo'q. Bolajonlar, bugungi darsimizni ertak orqali davom ettiramiz. Bugungi ertagimiz adabiy ertaklarga kiradi, chunki bu ertagimizning muallifi bor. Bu ertagimizning muallifi esa men. Eshitishga tayyormizmi? Barakalla. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Ideal saltanati bor ekan. Saltanatni oqil va adolatli hukmdor boshqarar ekan. Hukmdor ta'lim sifatiga katta e'tibor berar ekan. Shuning uchun saltanatning ko'plab hududlarida maktablar ochibdi. Rahbar maktabning ta'lim sifatiga qattiq e'tibor berar ekan. Shu tufayli maktabga saltanatning eng bilimdon ustozlarini jamlagan ekan. Bir kuni ta'lim sifatini baholash uchun har bir sinflar ochiq darslar tayyorlashlarini buyuribdi. Maktabdagi namunali, bilimdon sinflardan biri bo'lgan 2-D sinf o'quvchilari 2 xonali sonni ko'paytirish mavzusida dars tayyorlabdilar. Bolajonlar, ertagimiz sizlarga yoqyaptimi? Ertagning qahramonlari kimlar ekan? Sizlar, ya'ni bizning sinfimiz ekan. Demak, ertagimizni mana shu tarzda davom ettiramiz. Hammamizda daftarlarimiz, darsliklarimiz bormi? Qani bo'lmasam, bugungi sanamizni daftarimizga chiroyli qilib yozib olamiz. Bugungi sanamiz 16-may. 16 soni juft sonmi, toq sonmi? Juft son. Barakalla. 16 soni qaysi sonlarga karali hisoblanadi? Kim aytib beradi? Ana Turg'unov. 2ga. 3ga. 3ga. Yana 8ga. Barakalla. Demak, 16 soni yana 1ga,
5ga, 4ga, 8ga, 9ga karali bo'la olar ekan. Qani mavzuni yozib olamiz bolajonlar. Bugun biz siz bilan ikki xonali sonni ko'paytirish va taqsimot qonuni bilan tanishamiz. O'tgan darsimizda ham bu mavzu bilan tanishgan edik. Bugun mana shu mavzuyimizni mustahkamlab olamiz. Qani yozdik mavzuni? Mavzuni yozib oldikmi? Bugun biz siz bilan qaysi songa kelgandik? Tartib bilan yozishib 31 soni. Qani hammamiz daftarimizga 31 sonini yozib chiqamiz. Xo'p, bungacha esa ota-onalarimizga mana bunday smayliklar bor. Agar darsimiz oxirida darsimiz sizga ma'qul bo'lsa, mana bu smaylikni stol ustiga qo'yib chiqib ketasiz. Agar biroz tushunarsiz, dars bo'lsa, yana takliflaringiz bo'lsa, mana bu smaylikni tanlaysiz. Ikkala smaylikdan ham bor. 31 sonini yozib oldikmi? Yo'q. Xo'p, bolajonlar, bugungi darsimizning yondosh mavzusi tabiatda toza havoda sayr qilish. Toza havoda sayr qilish inson tanasi uchun juda ham foydali, salomatligimiz uchun, ayniqsa siz bolajonlar uchun. Ayniqsa ertalabki toza havoda qilingan sayr siz uchun juda ham foydali. Sonlarni yozib olgan bo'lsak, daftarimizga yozamiz matematik diktan. Yozdik bolajon. Chiroyli yozamiz, daftarlarimizni qiya holatda qo'yib olamiz. Matematik diktan. Yozdikmi? Bolajonlar, bugungi matematik diktantimizda men sizga ko'paytirishga doir bo'lgan misollar aytaman. Lekin misolni emas, aynan ko'paytmalarnigina yozasiz xolos. Ya'ni misollarimizni javoblarini yozamiz xolos. Keyin qanchalik darajada karra jadvalni yaxshi bilganimizni tekshirib olasiz. Tayyormizmi? Demak, boshladik. 5 ko'paytirilgan 9. Faqat ko'paytmalarni yozamiz xolos bolajonlar. 5 ko'paytirilgan 9. 7 ko'paytirilgan 9. 7 ko'paytirilgan 9. O'rganyapsizmi? 6 ko'paytirilgan 6. Faqat ko'paytmalarni yozamiz. 6 ko'paytirilgan 6. 3 ko'paytirilgan 9. 3 ko'paytirilgan 9. 10 ko'paytirilgan 6. 10 ko'paytirilgan 6. 9 ko'paytirilgan 9. 9 ko'paytirilgan 9. Va so'nggi diktantimiz 3 ko'paytirilgan 6. 3 kara 6. 3 kara 6. Yozib oldikmi? Endi tekshirishga tayyormizmi? Tekshirish uchun daftarlarimizni alishtiramiz. Do'stimning xatosini top. Qani daftarlarimizni alishtiramiz. Qay darajada karra jadvalini yaxshi bilishimizni bilib olamiz. Qani tekshirib chiqamiz. Demak, bizda 45, 63, 36, 27, 60, 81 hamda 18 mana shu ko'paytmalar kimni daftarida bor bo'lsa, barcha ko'paytmalarni to'g'ri topgan bo'ladi. Tekshirdikmi? Do'stlarimiz to'g'ri bajarishibdimi? Xatoliklar bormi?
Xatolar bizni o'sishimizga xizmat qiladi. Demak, karra jadvalini yaxshiroq o'rganishimiz kerak. Молодец. Endi daftarlarimizni o'zimizga qaytaramiz. O'tilgan mavzuni mustahkamlab olamiz, bolajonlar. Demak, biz o'tilgan darsimizda qaysi mavzu bilan tanishibmiz? Barakalla. Hamma mavzuni yaxshi o'zlashtirib oldimi? Uyga berilgan vazifadan ishlay olamizmi doskada? Qani Abdullajonov, chiqingchi o'g'lim, bizga ishlab beringchi. Meni olamiz. Demak, uyga berilgan topshiriq 27 ko'paytirilgan 7 sonini bizga ishlab beringchi. Misolini ko'paytiramiz 7 ga. O'g'lim, bu misolni ishlash uchun, oson bo'lishi uchun qaysi xossadan foydalansangiz bo'ladi? Taqsimot xossasidan. Barakalla. Qani 20 ni 7 ga ko'paytirsak. Barakalla. Misolimizning javobi 189 ga teng. Sizda ham shunday chiqqanmidi? Sarvarbek to'g'ri bajardilarmi? Barakalla. Endi yana bitta ishlaylik uyga vazifadan. Qani Xushnudbek chiqingchi o'g'lim. Xo'p, Xushnudbek bizga 45 ni 3 ga ko'paytirib beringchi. Ko'paytiramiz 3 ga. Birinchi qaysi ishni bajaramiz endi? Xushnudbek gapirib ishlaylik o'g'lim. Nechiga ko'paytiramiz? Barakalla. Qirqni 3 ga ko'paytirish uchun, oson bo'lish uchun 0 ni nima qilish mumkin? Xayolda olib turish mumkin. Qani olingchi xayolga. 4 kara 3. 4 kara 3 12. Xayolimizda 0 bilan? Молодец. Qo'shsak? Bir 120 ga 15 ni qo'shsak? 135 ga teng. To'g'ri ishlandimi misol? Barakalla. O'rtoqlarimizni olqishlab qo'yaylik. Demak, bolajonlar, yangi mavzuyimizni boshladik. Yangi mavzuyimiz 2 xonali sonni 1 xonali songa ko'paytirish. Mana shu mavzuni yana mustahkamlaymiz. Diqqat qilamiz. 2 xonali sonni 1 xonali songa ko'paytirish uchun ko'paytirishning taqsimot qonunidan foydalanish mumkin. Ya'ni 15 ko'paytirilgan 6 ko'rinishidagi misollar bizga berilganda qulay bo'lish uchun 15 ni biz xona birliklariga ajratib olamiz va 10 va 5 ko'rinishida yozib olib, avval 10 ni 6 ga ko'paytiramiz va ikkinchi ko'paytiruvchini, ya'ni 5 ni 6 ga ko'paytirib, chiqqan natijalarni bir-biriga qo'shish orqali misolni oson ishlashimiz mumkin. Yana biz sizlar bilan o'zi 2-sinfda bu mavzu o'tilmaydi, lekin biz ko'proq bilimga ega bo'lish uchun bu misollarni ustun shaklda ishlashni ham o'rganganmiz. Bilamizmi? Ha. Kim ishlab beradi masalan ustun shaklda? Kim ustun shaklda? Qani Nosira? Kelinchi o'g'lim.
Xo'p, 38 ko'paytirilgan 9. Kere 870'te ikisini yozamiz. 7'si dilde. 9 kere 3 27. 7'si dilden bilen 30. Ko'paytirgan nechiga teng bo'lishim? 217. Qarsa chop qo'yamiz. Mana yashav. Endi bolajonlar, hammamiz darsligimizga qaraymizda, bizga berilgan topshiriqlarni asta-sekin bajarishni boshlaymiz. Demak, bizga berilyapti birinchi topshiriq. Farzona o'qib beringchi qizim. Hammamiz xiyobonga o'rnatilgan o'rindiqlar sonini aniqlang. Yozamiz bolajonlar. Birinchi masala. Birinchi masala, demak, masala shartiga ko'ra sxemadan foydalanib, xiyobonga o'rnatilgan o'rindiqlar sonini aniqlang topshirig'i bizga berilyapti. Demak, bolajonlar, bitta qatorda 34 tadan o'rindiq bor ekan. Mana shunday qatorlardan 7 ta qator bo'lsa, nechta o'rindiq bo'ladi degan bizga topshiriq berilyapti. Masalani qisqa shartini yozib olamiz. Yozdik. Demak, har bir qatorda 34 tadan o'rindiq bo'lsa, shunday 7 ta qatorda nechta o'rindiq bor? Yozib oldingmi? Bolajonlar, bu masalamizda nima noma'lum, bizdan nimani so'rayapti? Bitta qatorda 34 ta o'rindiq bo'lsa, 7 ta qatorda nechta bo'ladi? Biz jami o'rindiqlar sonini topishimiz kerak. Endi bu masalani yechish uchun bizga qaysi xossa yordam beradi? Taqsimot xossasi. Taqsimot xossasi, barakalla. Kim doskada ishlab beradi shu masalani? Qani kim? Qatnashmayotganlar. Qani? Abdulaziz necha o'qiydi? Chiqing. Qo'yganlar daftarimizda mustaqil ishlayveramiz. Qani solishtiramiz keyin. Yetti kere 3 21. 210. Xayolimizdagi 0 bilan 210. 4 kere 7 27. 4 kere 7 28. 238. Biz ham ishladikmi bolalar? Shu javob chiqdimi? Yozib qo'yamiz Abdulaziz javob. Nechta o'rindiq bor ekan bolalar? 238 ta o'rindiq bor ekan. Barakalla. Demak, bu masalani yechish uchun ham bizga taqsimot xossasi yordam berdi. Endi ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Ikkinchi topshiriqni bizga Rahimxon o'quvchi qizim. Bog'dagi eshik uchun gullar keltirildi. 3 yashik lola, 4 yashik moychechak va 2 yashik atirgul. Agar har bir yashikdagi gullar 45 tani tashkil etsa, hammasi bo'lib nechta gul keltirilgan? Barakalla. Demak, yozib olamiz bolajonlar, ikkinchi masala.
Masalani yechishni 50% yutug'i nimada? Masalani o'qish. Masalani o'qib, uni nima noma'lumligi, biz nimani qidirayotganimizni bilib olishda. Demak, yaxshilab tinglaymiz bolajonlar. Bog'ga ekish uchun gullar keltirildi. 3 ta yashik lola, 4 yashik moychechak va 2 yashik atirgul. Agar har bir yashikdagi gullar 45 tani tashkil etsa, hammasi bo'lib nechta gul keltirilgan deyapti bolajonlar. Demak, mana ko'rib turibmiz, 3 ta yashikda lolalar ekan, 4 ta yashikda moychechak, atirgullar esa 2 ta yashikda ekan. Bitta yashigimizda bolajonlar, shunga e'tibor beramiz. 45 tadan gul bo'lsa, jami qancha gul keltirilgan deyapti. Bizni birinchi qiladigan ishimiz. Nima qilamiz birinchi ishimiz? Voqiflar? Qavus ochamiz. Qo'shilgan 4, qo'shilgan 2, ko'paytirilgan 45. Xo'p, bizni birinchi qiladigan ishimiz nima ekan bolalar? Yashiklar sonini bilib olish, barakalla. Undan so'ng esa bitta yashikdagi gullar soniga ko'paytirib olar ekanmiz. Qani boshladik. Yozamiz. Masalan, qisqa shartini yozib olamiz ekran orqali. Mashina bo'laganlar. Endi siz bilan dam olish daqiqasi o'tkazib olamiz. Tayyorbizmi? Keyingi mashg'ulotamiz. Xo'p, keyingi mashg'ulotimiz bizda 3-misol amallarni bajaring, ya'ni uzunlik o'lchov birliklariga oid misollar ekan. Xo'p, buni endi mustaqil ishga beraman bolajonlar. 3 ta qatorga bo'linamiz. Yozdik 3-misol. 3-misol. Xo'p, misollarimizni 3 ta qatorga bo'lib olamiz. Birinchi misollarimiz birinchi qator o'quvchilariga, ikkinchi misollarimiz esa ikkinchi qator o'quvchilariga, uchinchi ustundagi misollarimiz esa uchinchi qator o'quvchilariga ishlashni boshladik.
bo'lganlar uchkalarimizni qo'yib, chiroyli bo'lib o'tirib olamiz. Men uchkalarni qo'yish orqali kimlar bo'lganini bilib olaman. Kelishdikmi? Barakalla. Qaysi xossadan foydalanib ishlading? Taqsimot xossasidan. Barakalla. Bolajonlar, biz har haftani oxirida shanba kunlari sizlar bilan quiz testlari yechamiz. Haftalik mavzularimizni qay darajada o'zlashtirganimizni bilish uchun bugun endi quiz testlarini shanba kunlari faqat o'zimiz uchun yechgan bo'lsak, bugun sinf bo'lib ishlab ko'ramiz. Qani biz 100% yechamizmi yoki birorta xatoliklar bo'ladi? Quiz testlarni yaxshi ko'ramizmi? Demak, bugun hamma bir kishi uchun barakalla sinf uchun harakat qilamiz. Hammaga omad. Umidjonovdan boshlaymiz. Ana o'g'lim. Men tayyorman deb qo'ysin. Boshla. Bu qanday xossa? Barakalla. Qani Rustamga ko'paklarni toparkansiz. Mayli. Hazilxon sizlar nima o'tsangiz vaqt ko'pakma. Mayli. Inomjon. X sonini 3 ga bo'lishdi. Bo'linma 9 ga teng bo'ldi. X ni toping. Tenglama qilib hayotda ishlab olsak ham bo'ladi. Nechi sonini 3 ga bo'lsak, bizda bo'linma 9 ga teng bo'ladi. O'ylaymiz. Farzana. Jalli yasharing. Xo'p. Ko'payma. 5, 15. 15 kara 2, 30. Mayli. Ana Asilbek. 3 kara 3. 6. 3 kara 2. 2 kara 3 6. Endi 6 ni 2 ga ko'paytiramiz. O'zingizga o'xshagan polvon misol tushdi-da sizga. 2 kara 3 6, 6 ni 2 ga ko'paytirsak. 6 ni 2 ga ko'paytirsak. Ha. 12. 12 ni 1 ga ko'paytirsak, bo'la qoling. Demak, bu qanday diagramma? Yashasın, молодец, Abdulaziz. 81 santimetrni 9 santimetr qilib bo'lib chiqdik. 81 santimetrlik simni qanchadan to'g'ri keladi? Mayli. Asadbek 346 ni ko'paytiramiz 0 ga. Har qanday son 0 ga ko'paytirsak 15 ni nechiga ko'paytirsak 15 hosil bo'ladi. 56 ni 7 ga bo'lsak. Молодец. Eng yaxshi ustoz bu. Tenglama nima? Nomani to'qnashgan tenglik. Молодец. Sonning oxiri 0 va 5 bilan tugasa bu son 5 ga bo'linadi. Молодец. Sonning raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linsa bu son nechiga bo'linadi? Yashasın. Молодец. Nosirov, eng zo'r maktab bu. Registon parvoz idea. 63 ni 9 ga bo'lsak. Молодец. Endi natijalar. To'g'ri javoblar 15 ta, xatolarimiz 6 ta. Xizmat qiladi. Kim xato qilgan bo'lsa, demak, mavzularni yaxshilab mustahkamlash kerak ekan. 4-chi topshiriqqa keldik. Yozamiz 4-chi. Vaqtimiz bor ekan. Mana shu 4 minut vaqtimizdan ham biz unumli foydalanamiz. Bugungi yondosh mavzuyimiz toza havoga sayr.
eng toza havolar qayerda bo'ladi? Biz ta'tilga chiqqanimizda ota-onalarimiz bilan tog' yonbag'irlariga sayohatlarga boramiz. Tog'da qaysi gullar bo'ladi? Lolalar. Молодец. Bu tog'larda lolalar bormi? Yo'q. Mana shu tog'larni bolajonlar lolalar bilan bezatish sizga bog'liq. Lekin buni topshirig'i bor. Agar karra jadvalni yaxshi bilgan bo'lsangiz, bemalol tog'ingizni lolalar bilan bezatishingiz mumkin. Qani Solihaxon keling-chi. Birinchi qator o'quvchilar. Qani boshladik. Oldik lolalarni. Aytamiz javobini Solihaxon. 2 kara 8. Qo'ydik tog'imizni. Tezlashamiz. Bo'la qoling, 4 minut surib olaylik. Sardor dedi. Oldik. 6 kara 4. 1, 2, 3. Ketdik Zafarbek. Bo'la qoling, bo'la qoling. Oldik. Buni bas. Молодец, qo'ydik. Kim turamiz? Sarvarbek, bo'la qoling. 9 kara 9 mi? 6 kara 9. Молодец, ketdik. Mamadali. 3 kara 4. Ha, 12. молодец. Qani Shahzoda oy. Eng tezkor qizlarimizdan-da bu. Ha. Bo'la qoling. 2 kara 10. Молодец. Bo'la qoling. Ketdik, Nosir. Молодец. Qurbon Aliyev. 7 kara 5. 5 35. Yashasin. Ketdik endi Asadbek. Ularni tog'ida shuncha lola bo'lib ketdi. 5 kara 50. Молодец. Xushnudbek. Bo'la qoling. 6 kara 1. Ketdik albatta. 5 kara 15. Adhamjonov. Bo'la qoling. 2 kara 6. 2 kara 6. Молодец. Ketdik. 3 kara 15. Mustafa. Oldik. 4 kara 8. 4 kara 8. Ha. Hayjonlandik. Ketdik. Jon. Молодец. 5 kara 5 25. Rustamбек. 5 kara 20. Молодец. Inomjonov. 3 kara 10. Yashasin. Asilbek. Bo'la qoling. Ha. Bo'la qoling. Yo'q, olaverasiz ishlaydi. 4 kara 5. Buni? Farzandlarni bo'la qoling. Abdulaziz kelib turamiz. 4 kara 9 36. Молодец. 8 kara 9 72. 8 kara 9 mi? 6 kara 8. Ha. 1, 2, 3. Ne bırakmış? 5 kara 3 15. 5 kere 3 15. Barakalla. Demek tog'larimizni mana lolalar bilan bezatib oldik. Darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Chiroyli bo'lib, 2 qator bo'lib, orqa tomonga o'tib tanamizda turibdi.